Eldeki mavzu hürmetli vatandaş, Cumhurbaşkanı ıslahat işini ekibit keşlik yaptı yüz bergen gayri alametle. Perez ve kıyaslarını peyda kıldı. Amerika matbuatları, Amerika Cumhurbaşkanı oturusu da hatta yadro vuruşu partlışı mümkün dedi. Mavzuluk doğru bilimi 12. ayının 18. günü YouTube'da ilan kılındı. Ben aş ekranda koyulgan xatni ekrandan mengişini to'xtatib yezib mushundaq tarjima qilib chiqdim. Bu to'liq bo'lmasa vatandaşlar kechiringlar, to'liq bo'lmaydi albatta, chunki ekranda ekan narsa. Buning avtori kendisiniz Molli Neves, ya Molli xabarlari degan mavzu avtorlik aslida yozilgan ekan. Başlanışı mundaq başlandı. Cumhuriyet Kompartiyası islahat işleyişi bitiş keşlik ziyafetinde gayri hadisle kıyas ve perezle kozgal. Amerika matbuatları, Amerika Cumhuriyeti da uğraş, hatta yadro uruşu partlışı mümkün de fırsat. Cumhuriyet Kompartiyası islahat işleyişi bitişten 40 yıllığını hatırlaşığını 18. gün Beijing'de ötküzüldü. 78. yıl. 12. ayının 16. günü. Amerika Koşmuş Ştatları Tayvan bilen bağlan diplomatik münasebetini üzdü. 1978. yıl. 12. ayının 18. günü Cumhur'da islahat devri başlandı. Hakikatni ameliyatni izleştirdiğin bir parça ilan kılınıp bir yıldak Cumhur cemiyeti münazır muhakeme kılındı. Bu da 1978. yıl 12. ayının 30. gün 18. günü yani bugün Cumhur 40 yıl toşkan islahatıga Cumhur islahatı 40 yıl toşkan bir gün. Üçüncü umum yığında Cumhur islahat devri kirgen. Ben vatandaşlara dedim ki 40 yıl bir kane hazır Cumhur'un vaziyeti hayse halkı gelgenliğini silah hem görüp atışla biz hem liksiyede sözler var. Yadro vuruşu partlışı mümkün de görse. Cumhuriyet Kompartiyası islahat işleyişi bitişten 40 yıllığını hatırlaşığını 18. günü Beijing'de ötküzüldü. 14. günü ötküzülgen ziyafeti Xi Jinping'in yeni devri gevdilendirildi. Lekin Marksya Mavuz'un iddiası kem buldu, kem eğizgi elindi. Siyasi büronun azası Jolöji ve Maşıkoy, şu Maşıkoy dediğini düşünemedim, başka bir haber var olsaydı. Perez ve kıyas peyda kıldı. Jolöji'nin şıkın katlaşmağallığı ve Maşıkoy, perez ve kıyas peyda kıldı. Taşkara dünya matbuatla bunda hesaplandı. Çünkü Amerika münasebeti 4 basmışını baştan geçirdi. Hazır 4. basqaç. Amerika Cumhuriyeti karşılaşış basqıçıga kirip geldi. Tahlilçiler bunda hesapladı. Cumhuriyet bilen Amerika belki bir meydan umumyüzlük uruş kıduş keledi. Umumyüzlük uruş kıduş keledi. Hatta bir meydan yadro vuruşuga duç keledi. Ziyafet Xi Jinping'in yeni devrinde gevdilendiriş bilen başlandı ve yaklaştı. Marcus Mavuz'un isimlamı telga elinmedi. Amerika Avaz Radyosu müstakil tadqiqatçı Alem Rongjian'ın edebiyat sanat kişiliği doğrusundaki obzorunu nakil keltirip mundaq görsetti. Mavuz'un bilen Deng Xiaoping Jiang Zemin'in bir xil görünüşü, Jiang Zemin bilen Hu Jintao'nun bir xil görünüşü tanlaştırılgan, tanpınlaştırıldı. En ahırda Xi Jinping birden bir hürmetke sazavor kişi bulup oturdu, gevdilendi. Filmborg agentliği Xi Jinping her bir kademni qandaq basıdı. Cumhur iqtisodning kelgusini belgileydi deb ko'rsatdi. Bu qadam Cumhur iqtisodining kelgusini belgileydi deb ko'rsatdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Xi Jinping Deng Xiaopingni jim etib o'zini samritish, baş ko'tarmaslik deydigan fikriga qarshi turib, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bilan do'qurishdi. Boshqa davlat rahbarlari Cumhuriyet'e tanqid qilgan zotlar mundaq ko'rsatdi.
Cungo'nun ichki qismidagi yer shari texnikasiga erishish va cho'ng shirkatlarga oylanishni maqsad qilib, bu shirkatlar hukumatdan pul qo'shib berishiga va banklarning tuvan o'sim bilan qarz berishiga tayinib bosh ko'tardi. Hatto bu shirkatlar qo'g'dashga erishib, chet el shirkatlari bilan raqobatlashdi. Ansirmaydigan bu. Davlat manfaat jurnalining to'g'ri beti xabar qilib bunda ko'rsatdi. Amerika-Jungo munosabatining bir bosqichi. So'g'oq munosabatlar urushi davrida dushmanlashish munosabati edi. Amerika-Jungo munosabatining birinchi bosqichi so'g'oq munosabatlar urushi davrida dushmanlashish munosabati edi. Bu mezgil 1949-yildan 1970-yilga davomlashdi. Chavshan urushi Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo'ga qanday qarash masalasini ko'tarib chiqqan edi. Ikkinchi bosqich 1971-yildan 1989-yilgacha yarishish bosqichi bo'ldi. 1971-yili Henry Kissinger Pokiston orqali Jungo'ni maxfiy ziyorat qildi. Sobiq prezident Nixonning Jungo'ni tarixiy xarakterli ziyorat qilishiga asos tayyorladi. Birinchi hujjat Shanxay axborotiga imzo qo'yildi. Sobiq Sovetlarning tashqi tahdidi bo'lmagan ahvol ostida Amerika bilan Jungo bayqidiki, ikki davlatning bexatarlik munosabatlari laylab turadi, muqim emas edi. Amerika-Jungo savdo-iqtisod munosabatlarining qudrat tepishiga ergishib, ikki davlatning bexatarlik harbiy ishlar munosabatlari kishilar ansirashga boshladi. Shuningdek, Amerika-Jungo munosabatlari 3-bosqichga kirib keldi. Ya'ni iqtisodiy harbiy ishlar chegarasi ayrilib turgan 3-bosqich 1990-yildan 2011-yilgacha sobiq prezident Obama 2011-yil Avstraliyaning Kampala shahrida nutq so'zlab Jungo qaratgan taktikasini o'zgartirib, burunga qaraganda qattiq qo'l siyosat qo'llanish bilan boshladi. 2012-yil davlat mudofaa strategiyasi ko'rsatkichi e'lon qilingandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarida Jungo-Amerika munosabati 4-bosqich, ya'ni hozirgi qarshilashish bosqichiga kirib keldi. Tarixiy bosqichlar tarafdan qaraganda, birinchi Amerika-Jungo uchrashib, Jungoni tinch yo'l bilan o'zgarishga rag'batlantirish, Kompartiyaning jamiyatni tizginlashini bo'shashtirishni umid qiladi Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb dunyosi. Ko'ngilsiz bir taraf shu bo'ldiki, Kompartiyaning huquqni monopol qilishi avvalgidek kuchaygan bo'lib, Amerikada ba'zi siyosiy yo'llar Jungo bilan uchrashuv siyosatini o'zgartirishni tashabbus qildi. Shunlashqa garchi doirasi kichikroq bo'lsa-mu, Amerika-Jungo bir maydon umumyuzlik urushga, hatto bir maydon yadro urushi qilishga duch kelishi mumkin. Faraz qilaylik, 9-oyda diqqat belgilik Amerikaning harbiy parxodi Ochiq dengizda ketayotganda buning yondashib kelgan Jungoning harbiy parxodi o'xshash bo'lmagan bir ahvolda yondashib o'tganda, agar bunday vaziyat yoki bunday holat boshqacha bir shaklda bartaraf qilingan bo'lsa, o'ylab ko'ram. Vatandosh, shu vaqtda Janubiy dengizda nima ish yuz beradi?